Bu hafta ximyamiz Bizol'dan bo'ladi. 36 zaslonkani yuvish uchun spesialniy avtoximiya. Hop, elektronik zaslonkalar uchun bo'ladi. Bu tolka benzin uchun. Buni dizelli variantlar ham bo'ladi. Ma'lumotlaringizda bor. Hop, ko'rganingizdek ishlatilish oddiy. Agar mashinani sal tushunaman desangiz, o'zingiz uyda ishlatsangiz ham bo'ladi. Hozir biz sparkni ishlatdik, yuvib berdik. Yechib olib, mashinani yoqib, boshda sapasidan 5 minut qo'yasiz. Eritadi. Ximiya bo'lgandan keyin mashinani yoqib, sapib turasiz. O'zi полностью воздушный sistemani tozalab, gulishtirdan chiqib ketadi. Bu avtoximiyani qachon ishlatsa bo'ladi, o'zi nima uchun bu ishlatiladi desangiz, mashina oborot o'zini o'zi ko'tarilib ketib, mashina oborot olib turadigan bo'lsa, xavostoyda tursa, oborot tushishi qiyin bo'lsa, shu momentda buni ishlatsangiz, oborot tez qaytadigan bo'ladi.